Statistikalarga qaraganda 85% IELTS o'quvchilari uyga vazifasini AI ga qildiryapti. Ular hozirgi holatini o'ylab kelajagini qurbon qilishyapti. Deyarli hamma AI dan noto'g'ri foydalanib, o'zini zarariga ishlatgan bir paytda siz shu video orqali AI dan qanday qilib to'g'ri foydalanib, o'zingiz imtihoningizga 10 barobar tezroq tayyorlanish usullarini o'rganib olasiz. Men Alisher Abduxobov, eng yosh IELTS o'qish sohiblaridan biriman va shu paytgacha 5000 dan ortiq o'quvchilarga dars berishga ulgurdim. Bu videoda sizlar bilan qanday qilib AI dan foydalanib, IELTS ning to'rala sekshiniga ham tayyorlanishni o'rganib olasiz. Agarda bu videoni oxirigacha ko'rmaydigan bo'lsangiz, AI dan noto'g'ri foydalanishda davom etasiz va pulingizni, energiyangizni va vaqtingizni ko'kka sovurishda davom etasiz. Videoning oxirida esa siz uchun maxsus sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Shuning uchun ham videoni oxirigacha ko'ring va sovg'ani qanday qilib olish kerakligini bilib olasiz. Ko'pchilik AI dan foydalanish desa, faqatgina writing va speakingga foydalanishni tushunadi xolos. Lekin aslida siz listening va readinglaringizni ham AI orqali oshirsangiz bo'ladi va aynan xuddi shu narsani hozir men sizga ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda xato javoblar olingan. 21 va 22 savollarga bu yerda A va B javoblar olingan. Aslida bu yerda C va A javoblar to'g'ri. Ana endi qanday qilib biz bu xatolarni tushunishimiz mumkin? Gemini ga borasiz va listening audioni yuklaysiz. Yuklaganingizdan keyin extract the full word for word transcript of this audio deb yozasiz. Ya'ni bu audioni o'sha so'zma-so'z transkriptini chiqarib ber deb yozasiz. Chiqarib bergandan keyin siz ana endi o'sha xato qilgan joylaringizga borasiz. Mana bu yerda section 3 da boshida xato qilingan. Va xuddi shu joyini siz ana endi o'qib chiqasiz va bu yerda savolga tushadigan va variantlarga tushadigan joyini topasiz. Deylik, mana bu yerda Jackka ko'ra deyapti. Samuel Proud degan odam hech qachon mashhur bo'lmagan ekan. Nimaga? Biz shu C bo'lib turgan joyini topamiz. Ya'ni nima dediki speaker, javob C bo'ldi. Va o'zimiz qayerda A xato qilganimizni ham ko'rib chiqamiz. Demak, Jackka ko'ra Samuel Proud hech qachon mashhur bo'lmagan, chunki uning ishi hech qachon ko'rsatib berilmagan. Ya'ni katta exhibitionlarda, ko'rsatmalarda umuman chiqarilmagan ekan. Demak, xuddi shu joyini topamiz. Xo'p, qarasiz, mana bu yerda Jack haqida gapirilyapti. Mana Ruben degan odam Jack bilan gaplashyapti. Ana endi ko'raylikchi, qanday qilib shu odamning umuman exhibitioni bo'lmaganligini. Qaysi gapda turibdi. So, qarasiz, o'qiysiz bu yerda, o'qib kelasizda va mana bu yerda mana he was really prolific in his day deyapti. Ya'ni o'zini paytida juda ham zo'r bo'lgan ekan, lekin but there is never really been a high profile showing of his paintings deyapti. Xuddi shu gapida speaker javobni C qilib turibdi, ko'rganingizdek. C javobda mana bu yerda qarasangiz, his work never had a major exhibition deyapti. Va xuddi shu gapni mana bu yerda but there is never really been a high profile showing of his paintings deyapti. Ya'ni uni ishini hech qachon mashhur paintinglarni showusida ko'rsatilmagan ekan. Mana endi biz bilamiz nimaga u odam mashhur bo'lmaganligini. Va xuddi shu gapini ana endi ko'rganimizdan keyin, tushunib yetganimizdan keyin biz yozib qo'ysak bo'ladi daftarimizga. Ko'pchilik qiladigan narsa xato, bu polniy skriptni yozib chiqadi eshitib. Lekin biz bunaqa qilib vaqtimizni isrof qilishimiz shart emas. Siz shunchaki audioni, listening audioni yuklaysiz, Gemini ga skriptini chiqarib bergandan keyin siz aynan o'sha joyini ko'rsangiz bo'ldi. Aynan o'sha joyini, speakerning gapini ko'rasizda, keyin bu yoqdagi javobga solishtirasiz. Va o'sha narsani biz keyword table deymiz. Hozir shu narsani men o'zim qilib ketaman. Keyword table nima? Synonym table. Ya'ni siz xatoingizni tushunishingiz uchun speakerning nima degan aynan o'sha joyi bilan keyin siz javobni bir-birini support qiladigan gaplarni ro'yxat qilib yozib qo'yasiz. Men sizga bu narsani ko'rsatib beraman. Shu gapini biz hozir bu yoqqa ko'chirib olsak bo'ladi. Hop, speakerning gapi bu va biz correct answerdagi joyini ko'rib ketamiz. Correct answerdan nima deb berilgan? Mana uni ishi hech qachon katta exhibitionlarda ko'rsatilmagan. Ikkovi bir-birini support qilyapti. Ya'ni speakerning aytgan gapi va to'g'ri javobda berilgan so'zlar. Agar siz shu narsani doimiy qilib boradigan bo'lsangiz, nimaga to'g'ri javob bo'lgan va siz tanlagan javob noto'g'ri bo'lgan, shu narsani tushunib ketasiz va xatolaringizni tushunishni boshlagandan keyin keyingi safar bir xil xatolardan chetlanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, hech qachon uni paintinglari ko'rsatib berilmagan katta shoularda deyapti va to'g'ri javobda ham xuddi shu gap aytilgan. Va shu narsani tushunib oladigan bo'lsangiz, listeningdagi comprehension'ingiz ham oshib boraveradi va bu narsa tez orada listening balingizni 1-2 ballga oshirishga yordam beradi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, Ruben va Jack agree bo'lyaptiki, Proudning muammolari nima tufayli kelib chiqqan. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek jealous colleagues, ya'ni hasad qiladigan hamkasblari deb qo'yilgan, lekin aslida to'g'ri javob poor health bo'lib chiqyapti. Ya'ni poor health bu sog'liqning yomonlashuvi. Ana endi kelinlar nimaga javob eligini tushunib olamiz. Xo'p, qarasangiz mana bu yerda but I think it's remarkable that he achieved any critical success given the problems that he had deyapti. Apparently deyapti, he was prone to chronic chest infections throughout his life deyapti. Mana
aftidan deyapti, uni hayotida, misol uchun butun hayot davomida o'sha ko'krak infeksiyasidan doimiy aziyat chekib kelgan ekan. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, sog'lig'i tufayli muammolar kelib chiqqan ekan. Bilamiz, infection bu sog'liq muammosi hisoblanadi, infeksiya. Loving wife and family deyapti va strong network of colleagues and supporters deyapti. Qarang, men colleagues degan so'zni eshitgan bo'lsa ham, darrov bosib yubormaslik kerak ekanda, siz kontekstga ham qarashingiz kerak. Bu yerda kollegalarni o'sha strong network deyapti, ya'ni bir-birini support qiladigan odamlar deyapti. Lekin savolda nima deb berilganda, bir-biriga hasad qiladigan hamkasblar degan. Mana endi tushunib olyapsiz, nimaga colleagues degan bo'lsa ham javob noto'g'ri bo'layotgandi. Chunki audioda speaker hasadgo'y hamkasblar emas, balki o'sha support qiladigan, kuchli bo'lgan, network kuchli bo'lgan hamkasblar haqida gapirayotganini va asl muammolar aslida sog'lig'idan kelib chiqqanini bilib olyapmiz. Va endi xuddi shu narsani biz mana bu yoqqa yana ro'yxat qilib qo'ysak bo'ladi. Xatolaringizni qanday qilib tushunib olishingiz kerakligini bilib oldingiz. Va bu narsani agar siz doimiy qilib boradigan bo'lsangiz, boya aytganimdek, listening comprehensioningiz yaxshilanadi, xatolaringizni siz tushunib borishni boshlaysiz va bu narsa siz listeningda tez orada 2+ gacha ko'tarishingizga eng katta yordam beradigan narsa. Shuning uchun vaqtingizni isrof qilib, hamma skriptlarni yozib yurishingiz shart emas. Siz shu AI bilan men ko'rsatib bergan tartibda, demak, listeningiz ustida ishlaydigan bo'lsangiz, tez orada o'z xohlagan ballga bemalol chiqa olasiz. Ko'pchilik reading qiladigan xatosi testlarni oladi-da, ishlab hech qachon xatolarini tushunmasdan keyingisiga o'tib ketaveradi. Keyingi safar omadim kelib qolsa, ko'proq topaman, bu safargisi o'zi qiyin edi deb bahona qilib o'zlarini aldab yurishaveradi. Lekin siz AI bilan xuddi shu xatolaringizni, nimaga xato qilganingizni va qayerdan to'g'ri javoblar chiqayotganini ko'rishingiz mumkin va bu narsani men sizga o'rgataman. Qarang, mana bu yerda men multiple choice'da xatolar qilingan. Bu yoqda A va C javoblari olingan, aslida bo'lsa D va B javoblari to'g'ri javoblar ekan. Ana endi keling, qanaqa qilib bu javoblar to'g'ri javob bo'lgan va bu tanlangan javoblar noto'g'ri bo'lganini AI orqali tushunib olar ekanmiz. Mana bu yerda ikkinchi paragrafda writerning main pointi nima bo'lgan. Siz shu savolni olasiz va Gemini'ga copy paste qilasiz. Keyin passageni o'sha ikkinchi paragraf deyaptimi? Ikkinchi paragrafni olasiz. Okay? Explain. Agar javob D bo'ladigan bo'lsa, why option D, to'g'rimi? Is the correct answer deb yozsangiz bo'ladi. Misol uchun nimaga aynan shu javob chiqqan? Mana bu yerda qarasangiz, mana boshqa javoblar nimaga noto'g'riligini ham ko'rsatib beradi. D da demak, to'g'ri javobligini sababi self expression, ya'ni D variantda ishlatilgan so'z, ya'ni o'zini o'zi ifodalash degan so'zni dalilini ko'rsatib beryapti. Qarasangiz, ayollar mana qo'l mehnatidan o'zini ifodalash uchun foydalangan ekan. An opportunity to explore their identities, beliefs and dreams. Mana qarang, o'zini kimligini, fikrlarini va g'oyalarini tadqiqot qilish uchun yordam bergan deb ko'rsatib bergan joy bor ekan passageda. Va shu narsani bizga Gemini aytib qo'yapti. Va undan tashqari means vosita, to'g'rimi? Mana bu yerda means vosita degan so'z ishlatilgan. Va qanaqa vositalardan foydalanyapti? Qarasangiz, ipak va ip va igna orqali o'zini tadqiqot qila olyapti ekan ayollar o'sha tikish orqali. Mana shu narsani bizga Gemini ko'rsatib beryapti. Ana endi to'g'ri javob nimagaligini tushunib oldik va boshqa javoblar nimaga noto'g'riligini ham ko'rsatib beryapti. Misol uchun, pul qilish uchun tikilgan degan joyi bor. O'zlari sotib ola olmaydigan narsalarni tikyapti. Bu degani pul qilish uchun tikyapti degani emas. Chunki qurbi yetmayapti, juda kamchilikni qurbi yetyapti ekan xolos. Uni o'rniga nima qilyapti? Baribir sotib ola olmayman, shuning uchun o'zim tikib qo'yaveray deyapti ekan. Shuning uchun ham A javob noto'g'ri. A javobda pul qilish uchun tikyapti degan joy bor ekan va A tanlangan. Mana endi bilib oldingiz nimaga noto'g'riligini. B javobda qarasangiz, katta oilalari bor bo'lgan ayollarni deyilyapti, lekin passageda shunchaki oilasiga tikilgan degan joyi bor, katta yoki kichikligi haqida hech narsa aytilmagan. Va C javobda ham social activity sifatida, ya'ni ijtimoiy mashg'ulot sifatida maza qilingan deyilyapti, lekin aslida oilasi uchun tikib berilganligi haqida bor va o'zini tadqiqot qilish uchun tikilgan joyi bor, lekin ijtimoiy mashg'ulot sifatida maza qilinganligi haqida hech qanaqa ma'lumot berilmagan. Mana xuddi shunaqa tartibda agar siz ham reading xatolaringizni birma-bir ko'rib ketadigan bo'lsangiz, reading ham comprehensions oshadi va agar bu narsani siz muntazam 1 oy qiladigan bo'lsangiz, reading ballingiz 1 balldan 2 ballgacha bemalol oshadi. Ana endi men sizga readingda xuddi listeningda bo'lgandek keyword table qilish, ya'ni sinonim table qilishni o'rgataman. Sewing could be a means of self expression deyilgan, ya'ni o'zini ifoda qilishda vosita sifatida qaralgan deb aytilgan va ana endi passageda xuddi shu so'zlarni support qiladigan, bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan so'zlarni topsak bo'ladi. Means vositalar, qanaqa vositalar? Demak, vosita uchun bizda a needle bor, keyin some thread bor, ya'ni bu degani ipak degani. Ko'rib turganingizdek a piece of fabric deyapti.
Mana bu means vositalar. Qanaqa vositalar orqali o'zlarini ifodalagan ekan? Demak, igna bilan, ip bilan va ipak bilan. Keyin self expression, o'zini ifodalash degan joyiga support qiladigan joyi qani bu yerda? Mana an opportunity to explore their identities mana. Passageda mana to'g'ri javobda berilgan so'zlar means of self expression bu demak kala so'zlar deyiladi bizda va xuddi shu narsani support qiladigan so'zlarni passagedan ham olib qo'yapmiz. Agar doimiy ravishda shunaqa ro'yxat qilib ketadigan bo'lsangiz, to'g'ri javob qayerdan chiqyapti va nimaga chiqyapti va siz tanlagan javob nimaga noto'g'ri bo'ldi, oson tushunib ketasiz va bunda AI sizga beminnat yordam beryapti. Domestic craftlar deyapti, ya'ni uydagi qo'l buyumlari doimiy ravishda to'planmaydi nimaga? Xuddi shunaqa tartibda yana copy paste qilamiz. Savolni ham, passagedagi joyni ham copy paste qilamizda. Eng zo'r tarafi shundaki, hozir bu narsani siz bemalol har qanday free AI bilan ham qilsangiz bo'ladi. Bu degani sizga 24/7 yordam beradigan yordamchi bor va sizga hozir tayyor qilib chiqarib beradi, qayerdan aynan javob B chiqayotganini. Mana bu yerda evidence beryapti, passagedan chiqqan so'zlar, ya'ni osongina zarar yetadi deganni support qiladigan joylarni ko'rsatib beryapti. Mana fragile deyapti, xohlasa fragile o'qisangiz ham bo'ladi va bu yerda dog' tegadi dedi, osongina zarar yetadi dedi, aynib qolar ekan, chirib qolar ekan va mana bu yerda ham chirish degan so'zlarni ishlatyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, qanday qilib osonlik bilan zarar yetishini ko'rsatib berish uchun mana bu yerda Gemini sizga har qanday AI o'zi aslida dalilini ko'rsatib beryapti. Nimaga boshqa javoblar noto'g'riligini ham bilib olsangiz yaxshi. Faqatgina to'g'ri javobni nimaga to'g'riligini emas, balki boshqa javoblarni nimaga noto'g'riligini ham bilib olishingiz bir xilda muhim. Difficult to see deyapti, ko'rish qiyin bo'lgan. Va to'g'ri, mana bu yerda aytayapti, oilasidan tashqarida bularni kimdir ko'radi deb o'ylamagan deyilyapti, lekin hech qaysi joyda passageni ularni ko'rish qiyin bo'lgan degan joyi yo'q. Va C-da ham ozgina enjoyment bergan. To'g'ri, mana bu yerda enjoymentga yaqin joy bor, lekin agar tek qo'yadigan bo'lsa, tek qo'yishdan maza qilmagan, ya'ni olib yurishdan maza qilmagan degan joyi bor. Lekin to'plasa kamroq maza berish haqida hech qaysi joyida gapirilmagan. Mana ko'ryapsizmi, sizga kichkina detallarni ham osonlik bilan ko'rsatib beryapti. Agar shu narsalar o'zingizga qolib ketadigan bo'lsa, xato qilish ehtimoli juda katta. Va D javobda ham qarasangiz, hozirda umuman foydasi yo'q deyapti. To'g'ri aytilgan, tek qo'ysiz va collect qilishda davom etsangiz, chirib qolish haqida gapirilyapti, lekin hozirda foydasi yo'qligi haqida passageda umuman ma'lumot bermagan. Va mana bu yerda biz oladigan joyimiz correct answerda demak they are easily damaged deyilyapti va passageda chiqqan joyi mana bu so'zlarni ishlatyapti. Fragile degan so'z, stain degan so'zlar va ko'rib turganingizdek mana sizga tayyor dalillar, nimaga o'sha to'g'ri javob to'g'ri bo'lgan, qaysi so'zlar orqali demak biz bu narsani topishimiz mumkinligini mana sizga AI tayyorlab beryapti. Har qanday free AI orqali shu ishlarni o'zingiz mustaqil qilsangiz bo'ladi. Sizga kimdir doimiy ravishda shu savollarni nimaga to'g'ri javob chiqqanini ko'rsatib berish shart emas. Bu narsani o'zingiz demak AI bilan doimiy ravishda qilib borsangiz bo'ladi. Keyingisi bizda speaking va bu qism bilamiz ko'pchilikning og'riqli nuqtasi. Chunki doimiy ravishda feedback olish va speaking partner topish muammo. Va oldingizdagi partneringiz ham speakingdagi xatolaringizni ko'rsatib bera olmasligi mumkin va buning natijasida speaking balingiz hech qachon yaxshilanmasdan bir joyda qolib ketadi. Garchi siz oylar vaqtingizni o'sha speaking partner bilan sarflagan bo'lsangiz ham. Va bu muammoni siz AI orqali hal qilsangiz bo'ladi. Chunki AI sizga native level feedback beradi va 24/7 AI sizni doim oldingizda bo'ladi. Mana endi keling, aynan xuddi shu narsani men sizga amalda ko'rsatib beraman. Xo'p, ChatGPT ga kirib olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz speakerni yoqib olish bo'ladi va ChatGPT dan siz qiladigan ishingiz savolni berishini so'raysiz va o'sha savolni siz copy paste qilsangiz bo'ladi. Boshladik. Hello ChatGPT, can we do some speaking practice right now? Of course, I'd love to help. What kind of speaking practice do you have in mind? Like a certain part of the IELTS, a casual conversation, or something else? So now I will copy and paste a question and I want you to ask that question from me. Absolutely. Go ahead and paste the question whenever you're ready, and I'll ask it for you so we can get started. Mana ko'rib turganingizdek savolni oldim va copy paste qilaman hozir. And now I want you to ask this question from me, please. Great. Here's the question. Is it important to say sorry? I'd love to hear your thoughts. Take your time, and when you're ready, you can answer. So for me, yes, it is quite essential to say sorry, especially if you have done something wrong, if you have wronged the other person, because if you don't say sorry and if you don't apologize to that person for the thing you have done, I think you can fracture your bones and relationships with that person. So it's important to maintain your integrity and say sorry sometimes. That's a really thoughtful answer. You brought up a great point about trust and maintaining relationships. If you'd like, we can keep going with more follow-up questions, or we can reflect on any parts you want to tweak. So I want you to give me better vocabularies than the ones I already used, please.
Ya'ni so'rashingiz kelasiz. So instead of saying quite essential, you could say absolutely crucial or fundamental. Instead of done something wrong, you might say committed an error or caused harm. And instead of fracture your bonds, you could say damage your trust or erode your relationship. Mana ko'rib turganingizdek, men ishlatgan so'zlardan ko'ra ham bu yoqda AI yaxshiroq so'zlarni ishlatib beryapti. Ya'ni quite essential o'rniga absolutely crucial, fundamental siz bo'lar ekan, done something wrong o'rniga committed an error siz bo'lar ekan, cause harm siz bo'lar ekan, fracture your bonds o'rniga damage your trust, erode your relationship degan so'zlarni ham ishlatsangiz bo'lar ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, ana endi xuddi shu so'zlarni olib turib, yana boshqatdan practice qilsangiz bo'ladi. Bu narsani siz doimiy qiladigan bo'lsangiz, speakingdagi hozirgi levelingizni bir oyning ichida bemalol 1+ dan 2+ gacha oshirsa bo'ladi uy sharoitida va doimiy ravishda odam partneriga suyanib qolmasdan. Ko'rib turganingizdek AI sizga odam partnerlardan ko'ra ko'proq yordam beradi, chunki bu baribir ham native levelda va aynan spesifik xatolaringizni ko'rsatib, sizga yaxshilashingiz kerak bo'lgan joylarni ham ko'rsatib beradi va bu narsa juda ham muhim. Va ana endi ko'pchilikni eng qiynaydigan seksionga yetib keldik, bu ham bo'lsa writing. Men o'quvchilarda ko'raman, writing yozishga keladigan bo'lsa, o'zlarining miyasini qiynab o'tirmaydi, tayyor savolni oladi va AI ga copy paste qilib menga essay yozib ber, tayyor ideyalar ber deydi. Bu bilan siz hech qachon writingda o'sish ko'rmaysiz, garchi AI dan har kuni foydalanayotgan bo'lsangiz ham. Shuning uchun ham men sizga AI dan qanday to'g'ri foydalanish kerakligini ko'rsatib beraman va shunda siz har doim AI ga tayyor essay yozdirishning o'rniga rosta kamiga writingingizni yaxshilash imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Xo'p, mana qarasangiz, bu yoqda biz Cloud AI ga kirib oldik va mavzuni ko'ryapsiz. Birinchi navbatda o'zingiz yozib olishingiz kerak. Juda dabdala yozaman deb hisoblasangiz ham va essayingizni ko'rganingizda o'zingiz nafratlanib ketsangiz ham, birinchi o'zingiz yozib oling. Hech qachon AI ga birinchi yozdirmang. Agar siz doimiy ravishda AI ga birinchi yozdirayotgan bo'lsangiz, bilingki hech narsa o'rganayotganingiz yo'q. Ko'pchilikda balki sizda ham bor bo'lgan muammo, bu AI ga tayyor yozdirasizda, wow deysiz, bitta qaraysiz va ertasiga hech narsa sizda qolmaydi. Qarang qancha oylarni shunaqa qilib isrof qilib o'rganingizni. Hozir ko'rsatib bergandan keyin siz shu ishni qilishni to'xtatasiz va har safar AI dan foydalangan paytingizda sizni foydangizga ishlashni boshlaydi. Mana tayyor mavzu, o'zim yozgan essay va ana endi qanaqa prompt bersa bo'ladi. Ko'pchilikda ko'raman, faqatgina baho so'raydi xolos, lekin faqat bahosini olib qo'yganingiz bilan sizda writingizda hech qanaqa o'sish bo'lmaydi. Shuning uchun give me feedback on my vocabulary deyman, grammar and ideas. Va suggest the things, to'g'rimi? Suggest the things I could add to make my essay better. Ko'rganingizdek, unaqa qiyin prompt berayotganim yo'qman, qanaqadir magical promptlar yo'q. Muhimi sizga aynan nima kerak bo'lsa, xuddi shu narsani so'rashingiz. Mana bu yerda men so'rayotgan narsam, mani vocabularyim bo'yicha, grammarim bo'yicha va ideyalarim bo'yicha menga feedback ber deyapman va qilishim mumkin bo'lgan narsalarni ayt deyapman. Shunchaki menga skor ber deydigan bo'lsam, hech qachon men writingimni yaxshilay olmayman. Chunki raqamlar bilan ingliz tilim yaxshilanib qolishi amri mahol. Xo'p, olasiz, prompt berasiz va natijasini ko'rasiz. Ana endi ko'rib turganingizdek, feedback tayyor. Xo'p, mana bu yerda one of such cases is when o'rniga one such case is when deb ketsa bo'lar ekan. Okay, one of these cases deb ketsa bo'lar ekan. Va contaminate the air degandan ko'ra pollute the air desa bo'lar ekan. Yana ham yaxshiroq chiqar ekan. Va bu yoqda mana qarang, outspoken advocacy, vocal stance on environmental issues degan so'zlar chiqarib beryapti. Men nima qilaman bu yerda? Daftaringizga yoki kompyuterda ochib olasizda, siz o'zingiz yozgan so'zlarni bir tarafga va AI sizga taklif qilayotgan so'zlarni va grammatikalarni bitta tarafga yozib olasiz va ko'rasiz farqni, o'zingiz yozgan, o'zingiz ishlatadigan grammatikalar va lug'atlar bilan AI ishlatadigan yaxshi so'zlar va grammatikalarni farqini. Va bu narsani doimiy ravishda ko'rib borish sizni lug'at boyligingizni oshirib boradi, chunki siz bilasiz, o'tgan safar shu so'zni ishlatganingizda AI sizga qanaqa so'zni taklif qilgan. Popular speech o'rniga men my words deb yozaman. Popular speech, to'g'rimi? AI yozayotgan so'zlar outspoken degan so'z, ochiqchasiga degani outspoken advocacy. Mana. Men qarayman, wow, ana endi o'rganaman. Lekin boshida hech qanaqa essay yozmasdan turib, shunchaki menga essay ber yoki lug'at ber deganim dedi, bu so'zlardan men ta'sirlanmagan bo'lardim va ta'sirlanmaganim hisobiga bu so'zlarni yodlab qolishga menda ehtiyoj tug'ilmasdi. Va ertasi kuni esimdan chiqarib, xuddi AI ishlatmaganda yurgan bo'lardim. Va undan tashqari, mana ko'rib turganingizdek, completely o'rniga genuinely desa bo'lar ekan. Mana to'laqonli my words. Mana misol uchun completely concerned o'rniga nima deb beryapti? Genuinely deyapti. AI words. Genuinely concerned. Mana. Va keyingi safar xuddi shunaqa so'zlarni yana o'zim ishlatmoqchi bo'lsam,
AI menga o'rgatgan so'zlarni eslayman, chunki men bu yerda o'zimga ozgina alam qilyapti, bunaqa so'zlarni o'zim ishlatmaganligim. Va shu narsa juda ham muhim. Siz bitta narsani o'rganishingiz uchun bilmasligingiz alam qilish kerak. Agar siz boshidan noldan AIga esni yozdirib ketaversangiz, o'zingiz harakat qilmasdan, hech qachon bunaqa imkoniyat sizda bo'lmaydi va doimiy ravishda o'rganayotganlaringizni esidan chiqarib boraverasiz. Va idea jihatdan ham menga nimalarni bu yoqda beryapti, nimalarni qo'shsam bo'lardi deyapti. Xo'p, mana bu yerda what to add degan joyi bor, to'g'rimi? Xo'p, mental health issue'lar bo'yicha, addictionlar bo'yicha, illnesslar bo'yicha, celebritylar o'zi mavzu, celebritylar har xil mavzularda fikrlarini bildiryapti, mashhur odamlar har xil mavzularda fikrlarini bildiryapti. Bu narsa yaxshimi yoki yomonmi degan mavzu bo'lgan va o'sha celebritylarni men faqat oilaviy masalalar haqida yozgandim, balki men bu yoqda aqliy salomatligi bo'yicha yoki nimagadir mukkasidan ketib qolish yoki kasalliklarni qanday yengib o'tganligi haqida ham gapirib o'tsa, yoshlarga yoki boshqa odamlarga o'rnak bo'lib bera oladi, shu narsalarni ham yozishim mumkin edi, deyapti. Ana endi bilaman, men essayimni kuchaytirishim uchun qanaqa g'oyalardan foydalanishim kerakligini. Va agar siz ham shu narsani doimiy qilib boradigan bo'lsangiz, grammatika jihatdan, lug'at jihatdan va idea jihatdan nuqsonlaringizni yopib borish imkoniyati bo'ladi va bu bilan siz oila vaqtingizni tejab qolasiz. Ana endi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, AI ni men pichoqqa o'xshatgan bo'lardim, chunki pichoq ham to'g'ri maqsadda foydalanadigan bo'lsangiz, sizga ovqat qilishga yordam beradi va noto'g'ri foydalanadigan bo'lsangiz, yomon ishlarni qilishga ko'maklashib qo'yishi mumkin. AI zamonida yasharkanmiz. Biz undan to'g'ri foydalanib, boshqalardan o'tib ketish imkoniyati ham yoki noto'g'ri foydalanib, orqada qolib ketish imkoniyati ham o'zimizning qo'limizda. Agar siz men aytgandek 4 ta sectionga AI dan xuddi shunaqa foydalanadigan bo'lsangiz, maqsadingizga bo'lgan yo'lingiz qisqaradi va shuncha oila vaqtingizni tejab qolish imkoniyatingiz paydo bo'ladi. Va agar siz o'z yo'lingizda davom etadigan bo'lsangiz va noto'g'ri foydalanishda davom etadigan bo'lsangiz, hamma vaqtingizni isrof qilib yuborishingiz mumkin. Eng muhimi aytilgan maslahatlarga amal qilish va bilasiz to'xtovsiz tayyorgarlik bu IELTSdagi muvaffaqiyatingiz kalitidir. Videoni boshidan va'da qilingan sovg'aga keladigan bo'lsak, men AI ga to'g'ri prompt berish bo'yicha qo'llanmani Telegram kanalimga tashlab qo'ydim va Telegram kanalimiz siz pastdagi havola orqali topsiz bo'ladi. Agarda video yoqqan bo'lsa, unga like bosishni unutmang va izohlarda o'zingiz AI dan qanday foydalanishingizni ham aytib ketsangiz bo'ladi va boshqalar ham siz foydalanadigan yo'ldan ko'rib, o'zlari uchun foyda olsalar bo'ladi. Keyingi videolardan qolib ketmaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha.